Boshlang'ich $500 bilan mana shu Sparkimiz halollansa savdoga berilyapti akalar. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasin. Mashina rangiga bitta e'tibor berasizlar. Qoninglarning rangidan akalar. Yil 2012 birlik motor akalar. Boshlang'ich $500, oylik to'lov gideti $275 dan aylanayotgan ekan akalar. Holati to'rsaytaman, zo'r bo'lib turibdi akalar. Hop. Kichkina motor akalar, faralar yaxshi holatda, 4 ta balon yaxshidan taqishgan akalar. Yangi bo'lib turibdi. Inshaalloh ishdan uydan ishga harakatlanaman desangiz, menimcha 2-3 yil bemalol haydasangiz bo'ladi. Legenda qaytdi. Hop. Mashinamiz salon qismiga kiradigan bo'lsak, obshipkalari yaxshi holatda. Shu bitta chexol taqib olish kerak akalar. Chexol. Bitta o'zingizlar shu chexol taqib olsangiz bo'ladi. Poliklari yaxshi holatda, o'zim mana qarorlari 371 ming probegda ekan. Mashinamiz mexanika ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsasi bor. Kondorlarigacha bor akalar. Xudo xolasa. Tayyor holati tepada videodagi starter ham mashinaning ichidan yaxshi hidlar kelib turibdi. Imejigar pultlarigacha bor mana akalar. Ko'rgan bo'lsangiz. Mashinada orqasida ham qip-qizil o'ziga o'xshagan gazlarigacha bor mana akalar. Ko'ringlar. Holati rostdan aytaman, yaxshi bo'lib turibdi. Kuzovida pashti ozgina mayda-chuyda bamferlarda chaqa-chuqasi bo'lishi mumkin, lekin kuzovida o'zida muammosi yo'q akalar. Xudo xolasa. Xullas kelib ko'ringlar, inshaalloh faqat Toshkent shahar, Toshkent yon bag'irlariga beraman deb turibdilar. Xullas tegaragan nomerlarni qoldirdim. Aloqaga chiqinglar mana shunaqa yaxshi, lekin sifatli, arzonchi Spark qidirgan o'rtoqlar bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa akalar, joningiz sog' bo'lsin. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.